Ha. Kecha aka. Hop. Akanator ustoy pirin sherigana galdi. Hop. Lutman olib o'tdi. Hop. Hop. Mana yo'l sangiz bor-ku. Ha. Avtomatik o'chib qolgan edi, ha? Hop. Mana tillari ham o'zgarib ketibdi. Qoching. Menga qo'yib bermaydi, qoching. Yana mushkul chiqam? Yo'q. Mana. Shtorga yo'q qolamiz. To'xtaydi. Mana. Quyib o'rmashib turamiz. Dedi 15-20 sekund ichida o'zi kalibrovka qiladi. Mana. Til masalasi keladigan bo'lsa, настройка, общий, подсамка, общий, язык, русский, o'zbeki. Qaysi tilda bu o'zing aka? Rus tili yo o'zbek tili? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz, charchamang. O'zbek tili ham bor ekan. O'zbek tili bor ekan, rus tili bor ekan. Rus tili olib qo'ygan, rus tili ana qaro. Tushunarliroq qilib yozgan. O'zbek tilida qasr joylar noto'g'ri. Ha, rus tili qo'y. Rus tili qo'ysa. Nimadan ekan u narsa? Kalibrovkadan o'xshab. Ichkaridan ekanmi? Ha. O'sha o'chib qoldi-da, haligi akamlar o'tirib qolgan. Ha, o'sha kalibrovkadan ketib qolgan. Hamma yo'q bir narsa bo'lib ketdi. Eshiklari. Bo'ldi, muammoli joyi yo'q. Xolasmidi? Qancha aka? Bo'ldi, qo'yaylik. Qizimiz. Bo'ldi, bemalol. Salomat bo'ling. Ha.